Hojiakbar, sen bilan bir oylik challenge qilamiz. Har kuni shu qog'ozlardan bittasini tanlaysan. Buning ichida senga berilgan vazifalar ham bor, rag'batlantirish ham bor. Bu senga challenge qilishimdan maqsad birinchi iyunda xohlagan narsamni olib beringlar, oyet va tuding. Birinchi iyun qanaqa-ku? Tug'ilgan kuni bolalar kuni. Tug'ilgan kuningga senga podarka olib bermoqchimiz, xohlagan narsangni olib bermoqchimiz. Faqat shu vazifalarni bajarsang, to'liq bajarsang, hammasini qilsang, xohlagan narsangni tug'ilgan kuningda olib beramiz. Kelishdingmi? Challenge qilishimizdan maqsad, sizlarga ham ko'rsatib borishimizdan maqsad, aksiya qilish maqsadida, chunki farzandlarimiz hozir kundan kunga dangasalashib ketyapti. Imkoniyatim bor, shunchaki ham olib bergan kunlarim ham bo'lgan. Qiziq bo'lish uchun shu challenge qilamiz. Bu metodikani qilib farzandlarimizni nimadirga erishish uchun harakatdan to'xtamasligini, nimadir harakat qilsa, nimadirga erishish uchun shu videoni, shu challenge qilmoqchimiz o'rtoqlar. Sizlar bilan ham bo'lishib boramiz. Videolar qiziq bo'lsa, challenge'imiz qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar. Подписка qilib turinglar, like, obuna bosib turinglar.